Mana yangi datrlar keldi. 2 xil markalarda. Hozir ochib obzor qilib beraman. Komplektida kitobchasi, chizg'ichi chiqadi. Pachaq bo'lmasligi uchun gubkasi, sam apparat mana. Bundan tashqari USB kabeli bo'ladi. Zaryadkasi bo'ladi. Aytmoqchi Type-C. Kartrij originalniy bo'ladi. Qo'shimcha komplektida o'chirib yoqish uchun va rezinkalari bo'ladi. Bundan tashqari ruchkasi ishlatish uchun bo'ladi. Buni afzalli tomoni ruchkasi ham yechiladi mana. Eng oson varianti bu ruchka yechilishi. Ruchkasi yechiladi buni. Ruchkasiz ham ishlatsa bo'ladi. Mana bu mabodo ishlatilayotgan jarayonda ham ochiladi. Ishlatib bo'lingandan keyin yopiladi. Yoqishi mana bu yerdagi knopkadan bo'ladi. Mana bosib turiladi. Mana yonadi. Bosib turilgandan keyin va ruchka olinadi ishlatish uchun. Mana yondi. Pechatga kiramiz. Nimadir добавить qilmoqchi bo'lsak, добавить tekst qo'shamiz. Misol uchun chislo qo'ymoqchimiz qanaqadir. Misol bugun 21 deylik. .9 2025 mana okka bosamiz. Chiqdi. Buni bundoq sursak bo'ladi. Mana bu yerga kirib katta kichik yoniga kichraytiramiz, bo'yiga kichraytirsak bo'ladi. Mana kerakli razmerni qilib o'zimizga sursak bo'ladi. Bu yerda mana keyin mana pechatni bosib qo'ysak, yashil bo'ladi. Keyin buni bundoq bosib, как говорится, yurg'izsak uradi. Buni hozir kartrij qo'yilmagan buni. Tak ishlash jarayonini ko'rsatdim. Misol uchun buni saqlanib qilmoqchi bo'lsak, faylga kiramiz. Saqlanishni bosamiz, 1-2 qilib qo'yamiz, yoki 1-1 qilib qo'yib, vivt qilamiz. Saqlanib bo'ldi. Открытga kiramiz, mana faylga. Открыть. Mana bir-birimizni turibdi. Открыть qilsak ham bo'ladi, chiqib keladi shu chislolar. Agar mabodo ishlatmoqchi bo'lmasak, o'chiradigan bo'lsak, mana buni bosiladi va ok bossak o'chadi. Buni 2 xil rasvetkasi bor, ko'k va yashil.